Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sevimli kutubxonamga keldim kitoblarni almashtirish uchun. Men bu safargi kitob olishimda o'tgan qo'shimcha kitoblardan olganman. Men hozir sizlarga bundan olgan tushunchamdan baham ko'raman va qisqacha ma'lumot berib o'taman. Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men bugun sizlarga O'tkir Hoshimovning kitoblari haqida qisqacha gapirmoqchiman. Men 4 kitobidan oldim. Birinchisi Cho'l havosi, ikkinchisi Rusning cho'nggi qurboni. Bu kitob menda katta taassurot qoldirdi. So'qqabosh bevagina va Sirli yulduz. Bu kitoblar menga O'tkir Hoshimovning kitoblarini hammasi yoqadi. Lekin menda eng katta va eng yaxshi taassurot qoldirgan, menga urush haqida ko'pgina tushuncha bergan bu Rushning so'nggi qurboni kitobi bo'ldi. Bu kitob kichik hikoyalardan tashkil topgan bo'lib, eng asosiy hikoyasi Rushning so'nggi qurboni. Unda urushda qanaqa qiyinchilik, qahatchilik bo'lgani haqida biroz tushuncha ham bor. Undan tashqari boshqa qiziqarli hikoyalarga ham boy bu kitob. Bu hikoyada asosiy qahramonlar Shoyigrom, onasi va bolalari. Bunda Qulupnayning qahatchiligidan o'z onasi Shoyigrom bolasinikiga Qulupnoy uchun o'g'irlikka tushadi. Bu juda ham achinarli holatlar bo'lgan. Bu kitobda urushning qiyinchiliklari yoritilgan. O'tkir Hoshimov bu kitobni shunday yoritgan. Biz bu kitobni o'qiganimizda urushning so'nggi qurboni kimligi bo'lganidan tashqari biz ko'proq ota-bobolarimiz urush paytida urush uchun qanday qiyinchiliklar ko'rganini his qilishimiz va turli xil tushunchalar olishimiz, o'z ongimizda katta taassurotlar qoldirishimiz mumkin. Urushning so'nggi qurboni kitobini o'qishni sizlarga ham tavsiya qilaman.